Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 28 mart yakshanba. Men oldi bilan irqchilik masalasi haqida qisqa to'xtalgandan keyin ondan dunyoning siyosiy iqtisodiy vaziyati haqida to'xtalman. Kishilarning xabarda bo'lgandek, yaqinqi bir necha yildan buyon Amerikada qarilarninki hayoti muhim, ya'ni Black Lives Matter deydigan shunday bir to'lqin ko'tarilgan edi. Ya'ni bu Amerikada yashayotgan qartalli kishilarning haq-huquq masalasida aqtanliklarga qaragan vaqtda muayyan kamsitilish bor deb qaralayotganlikdan va ba'zi amaliyotlarning yuz berganligidan, masalan, qartallik ba'zi kishilarningki aqtanlik soqchilarininki zo'ravonlik tufaylidan hayotidan burun ayrilishi. Mana bu shunday sabablar tufaylidan bu to'lqin ko'tarilgan edi. Endi yaqinda yana Covid vaba taqalgandan keyin Osiyoliklarga ba'zilar shunday tushuntirdi. Osiyoliklarga qarata bir xil düşmanlik ko'tarilyotidi deb, endi Osiyoliklarning hayoti muhim, ya'ni Asian Lives Matter deydigan shuarlar ko'tarilyotidi. Ya'ni Amerikada yashayotgan Osiyoliklarga qarata o'chmanli xarakteridagi harakatlarning yuz berishi, ya'ni bir necha Georgia shtatida bir aqtanlik bolaninki bir necha Osiyolik ayolni itib o'ldirib qo'yishi va u yerda Osiyoliklarning pushtiga nisbatan ba'zi bir til haqoratlarning va hamda kamsitilishlarning yuz berishi Amerika jamiyatida yana bir xil to'lqinni paydo qilyapti. Tektakdan aytgan vaqtda irqchilikning o'zi qabul qilib bo'lmaydigan, madaniyatlik jamiyat qabul qilib bo'lmaydigan, bir insoniylikqa ega odam qabul qilolmaydigan bir xil ahvol, ya'ni bir xil nachar ideologiya. Biz bu irqchilikdan iborat bu ideologiyaningki yashayotgan kishilarga nisbatan, ya'ni shu jamiyatda asosiy irq bo'lib yashamagan kishilarga nisbatan qanchalik besim va qanchalik xo'rliqlarni ilib kelganligini nihoyatda yaxshi o'qimiz. Men shu CNN'ninki bir filmida ash ahvolni ko'rdim. Bir necha osiyolik bola so'zlabdi, yosh bolalar ekan, debdiki, biz bir qiz bola shunday dedi: "Men Osiyo irqi bo'lmay qolsam-chu" deb o'ylayman ba'zida, deb. Kamsitilishga uchraganligimdan boshqalar menga nisbatan har xil masxara xarakterdagi ifodalarni tutganlikdan men o'zimning irqidan nomus qilgan bo'lib qoldim deb. Demak, bir odam o'zi bo'lib yashayanmidi, ya'ni o'zi bo'lib o'zining bu dunyoga kelgandan faxrlanib yashayanmidi degan gap shu jamiyatda masalaning nurg'unligini tushuntirdi. Amerika jamiyati nisbatan ochiq jamiyat, kishilarningki haq-huquq qonun bo'yicha qo'g'diladigan bir jamiyat. Ya'ni all men are created equal deydigan Amerikaning asosiy qonunida shunday gap bor. Barliq odamlar barobar yaratilgan deb. Bu bizningki adiblarimizning yozgan she'rlarida ifodalangan. Ya'ni tug'ilgan chaqda Tangri edi. Biz tug'ilganda Tangri oldida, biz endi tang bo'lamiz qabr oldida deydigan bir gaplar bor. Ammo qabrdan bo'shikdan chiqib toki qabrga kirgich bo'lgan mush chaqda hayotning musofasida biz cho'nglish jarayonida nurg'unlagan ishlarni ko'ramiz, ba'zida adolatsiz muomalalarga uchraymiz. Demak, shu Osiyolik qizbolaninki, Osiyoliklardan chiroydan ya Xitoyning pushti, ya Koreyalikning pushti, ash qizninki men Osiyolik bo'lib qolganimdan bir xil nomus qilgan bo'lib qoldim degani menga nimani eslatdi desa, bizning hozir biz Uyg'urlarning hozir o'zimizning yurtida Xitoylarning millatchiligi, Xitoylarning irqchiligi tufaylidan zulm chekayotgan xalqimizni eslatdi. Ya'ni shu bizning Uyg'urlarmi o'zining tilida, yeziqida, o'zining madaniyatida yashayanmay, mana hozir Xitoyning zulmi tufaylidan millionlagan kishilarimiz jazo lagerlariga solinib, Xitoyning ba'zi bizningki kishilarimiz qilgan jinoyatlari xalqaro irqiy qirg'inchilik bilan xulosalandi. Ya'ni Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik jinoyati o'tkazdi deb Xitoyga bu tamg'a besildi. Xo'sh, demak, qayerda tangsizlik bo'ladi ekan, qayerda irqchilik bo'ladi ekan, shu yerda jamiyatningki shu jamiyatning, shu davlatningki chiroyini paqirtib, maydisini kirib, dunyoning sahnasida yurishi tas tushidir. Biz irqchilikningki insoniyatga qanchalik baloyi talofatlarni kelganligini bilamiz. Tarixga qaraydigan bo'lsak, bundan bir asrcha vaqt ilgari nemislar Aryallar hammadan ulug', Aryallar hammadan aqlliq deb Aryan naslini boshqa irqlardan ustun ko'rganligi uchun necha million odamning jiniga zamin bo'lib, fashist degan nomni elib,
dunyoning lantiga uchrab keldi. Shuning bilan birlikda Yapon militarizmi Sharqiy Osiyoni gullantirish jamiyatini quramiz deb atrofdagi davlatlarga tajovuz qilib, nurg'un begunoh odamlarni o'ldirganligi uchun oxirida Yapon militaristlarmi Amerikaning ikki dona atom bombasininki ta'mini tetidi. Demak, qayerda irqchilik, millatchilik kuchayib, o faşistlik tusini oladi ekan, ya'ni o'ziga o'xshamagan millat va xalqni, irqni yo'q qilaman deydi ekan, o faşizm qarab mangdi, u oxirida buning oqibati yaxshi tushmaydi. Ayni vaqtda nemislarmi Yevropani egallab, dunyoni egallamoqchi bo'lgan, oxirida nima bo'ldi desa, urushning ta'siridan, shu ikkinchi dunyo urushi yengilganligi tufaylidan o'zining aslidagi ba'zi zaminda qurib qoldi. Yaponiya nima bo'ldi? Yaponiya Osiyodagi davlatlarning atrofdagi davlatlarga g'ojdor bo'lman deganda oxirida atom bombasini yegandan keyin taslim bo'ldi. Demak, kimnikim shunday nachar idea bilan, vahshiy niyat bilan begunoh xalqni qiynab, begunoh xalqqa zulm soladi ekan, uning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shunga bu yerda qora hayoti muhim, Asiyaliklarning hayoti muhim degan kishilarning mantiqi, Uyg'urlarning hayoti muhim deganni ko'rmadim. Ammo asli to'g'ri bo'lishi, har bir insonning, har bir jonliqning hayoti muhim. Asli shuar shunday bo'lishi kerak. Bir dunyo haqiqiy ma'noda erkinlikka qarab maqan vaqtda shuar ko'tarilib chiqishi kerak. Ya'ni har bir insonning hayoti muhim, har bir jonliq muhim. Har bir inson o'zi bo'lib tug'ilgandan, o'zi bo'lib to'ralganidan, yashaganidan faxr tuyish kerak deydigan bo'lish kerak. Unda bo'lmaydi ekan, kishilarning, insonlarningki ya'ni boshqalar tarafidan cho'ktirilmoqchi bo'lgan insonlarning dasturib yashashdan iborat huquqqa erishish ko'rishi davomlashadi. Bu irqchilik haqida qisqacha to'xtalishim. Endi o'tgan qitimliq bu navbatdagi zamonimizdagi dunyoda eng cho'ng siyosiy munosabat Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat. Ya'ni So'ydada to'zg'iga tushayotgan munosabat, ko'tarilayotgan kuch asliki mavjud kuch xirs qilgan. Dunyo tarixida 10 necha qitim bu xil ahvol bo'lgan ekan. Buning 14 qitimda urush bilan oxirlashib, 4 qitimda tinchlik bilan oxirlashgan ekan. Albatta biz dunyoga tinchlik tilaymiz, ammo zulm haddidan ishib ketgan vaqtda dunyo bunga qarab turmaydi. Shunga hozirgi shu dunyo vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, navbatda Amerika Biden taxtga chiqqandan keyin ittifoqdoshlarini yig'ib, ya'ni Yevropa ellarini, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston, Yangi Zelandiya, Avstraliyaga o'xshash davlatlarni yig'ib, bir ittifoqdosh davlatlarni tashkillayotdi. Shuning masalda Xitoy, Rossiya, Iran va O'rta Sharqdagi musulmon ellardan tashkil topgan bir o'q markazini, ya'ni dunyoning bir kuch markazini tashkil qilyotdi. Bular o'rtasidagi surkilish, yomonlashishga qarab ketyapti. Agar biz shu bir haftadan buyangi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, 10 kun ichidagi vaziyatga qaraydigan bo'lsak, ahvol shunday bo'lyapti. 3-ayning 18-kuni va 19-kuni Alaskaning Anchorajda Xitoyning ikki diplomat bilan Amerikaning ikki diplomati ko'rishgan va o'tgan qitimliq seksiyada buni so'zladim. 19-men bir xabarni o'qisam, 19-kundagi ularning suhbatida biroz yumshash bo'pti. Yumshash bo'lgan vaqtda Yang Jiechi qo'pab bu suhbat bu yerda tugamadi. Endi Beijingda o'tkazaylik degan taklifni berdi. Buning nisbatan Antony Blinken degan kishi thank you, ya'ni rahmat debdi. Yang Jiechi qo'pab what do you mean? Thanks. What do you mean thanks? Rahmat deganing nima deb? Thanks means thanks debdi. Ya'ni rahmat degan gapning ma'nosi rahmat debdi. Mana Blinken Yang Jiechi qo'pab bizning taklifimizni qabul qildingmi? Beijingga berib suhbatlashishni desa, Antony Blinken kesibdi. No deb, yo'q debdi. Demak, bu munosabatninki jirklish qarab minayotganlar. Endi Trumpning vaqtida Trump Xitoylarning mahsulotlarga boj qo'ygan. Navbatda Biden hukumat taxtga chiqqandan keyin Xitoy bilan bo'lgan bu munosabatlarda u bojni elvatgani yo'q. Catherine Tai deydigan Amerikaniki savdo vakilimi bugun so'zlabdiki, biz bu bojni, ya'ni tamojni bojini elvatmaymiz debdi. Endi oldimizdagi oy kunlarda bu iqtisodiy munosabatlar, bu jirklishish davomli yuz berdi degan gap. Anandan keyin Blinken degan bu kishi shu qitim Alaskadagi yig'indan keyin uchib berib Yevropaga uchib berib, Yevropa birdagi kishilar bilan amaldorlar bilan ko'rishdi. Ular Xitoyninki, bizningki vatanimizdagi 4 amaldoriga, ya'ni Muavin ministerlik 4 amaldoriga jazo yurgizdi. Va ham yana
ishlab chiqarish qurilish diviziyasiniki jamoat xavfsizlik idorasiga jazo yurgizdi. Ularga nisbatan Xitoyninki qaytgan inkasi Yevropaninki parlament a'zolari va bir necha tashkilotlarni jazolash bo'ldi. Andan keyin Kanada va Angliya Uyg'ur masalasi to'g'risida Xitoy amaldorlariga jazo yurgizdi. Amerika yana 2 kishini qo'shib jazo yurgizdi. Buna nisbatan Xitoy keynidan inkas qaytdi. Qanday inkas qaytdi degan vaqtda shu davlatlarning, masalan, Kanadaninki Michael Chong deydigan parlament a'zosiga jazo yurgizdi. Angliyaninki Nusrat G'ani qatorliq bir necha parlament a'zosiga ham jazo yurgizgan bo'ldi. Ne demakchi, jazo yurgizdi nima demakchi desa, ularninki Xitoy tavalliki berishiga, Xitoy bilan tijorat qilishiga, ularning yoki oilasiniki aloqa qilishini cheklash, endi shunday. Xuddi Xitoyning amaldorlari biz Yevropa davlatlariga bağım saqlab bo'lmadimi? Bizning u yerda pulimiz yo'q deb deganga o'xshash. Bularmi dediki, bizningki Xitoy bilan hech qanday aloqamiz yo'q. Biz Xitoyning jazosidan sharaf tuymiz. Chunki bizning qilayotganimiz to'g'ri. Sen kishilarni, begunoh kishilarni shunday xorlasang, ovozsiz qo'ysang, biz ularning ovoz bo'lganligimizdan faxr tuymiz degan gaplarni qildi. Endi mana shu masalaga qarab, mana shularni ko'zda tutib, Angliyaning muhofizatchilar jurnalida bo'lgan bir obzorchi maqolasini e'lon qildi. Simon Tydal degan kishiningki debdiki, Uyg'urlarga nisbatan irqiy qirg'inchilik yurgizganligi uchun Xitoyga norozilik bildirib, Yevropa allari Yevropa birligi Xitoyga jazo yurgizgan edi, ammo Xitoymo bunga qarta inkas qaytirib jazo yurgizdi. Lekin Yevropa birligining Xitoyga qaratgan munosabatida bu jazo faqat ularning beg'ishiga urib qo'ygandek bir ish bo'ldi. Beg'ishiga urib qo'ygandek ish bo'ldi, kuchli emas. Demak, jazo kuchli bo'lmaganligi uchun bu munosabatda bu xil ahvolda Yevropa yengildi deb tanqidlab maqola yozdi bu odam. Ya'ni Boris Johnson Angliya hukumati bu irqiy qirg'inchilik deb jakalish kerak bu ishni, Uyg'urlar qilgan ishni deb. Chunki Amerika hukumati shunday dedi, Gollandiyaning parlamenti dedi, Kanadaning parlamenti shunday dedi. Ammo Yangi Zelandiya bo'lsin, Avstraliya bo'lsin va yoki Angliya bo'lsin, yoki Yevropa birligi bo'lsin, buni irqiy qirg'inchilik deb ularning parlamentlari otig'ini yo'q. Endi hozirgi yomonlashayotgan munosabatdan qaragan vaqtda uni bo'lmaydi degan bo'lmaydi. Demak, shu bir yil va kelar yili qaraganda dunyoning vaziyatida cho'ng davolg'ishlar bo'ladigandek siyosiy jihatdan aytgan vaqtda. Ya'ni qanday Tayvan masalasi, Tayvanning Xitoyning armiyasining 20 kurashchi aeroplani Tayvan havo bo'shlig'iga kirib chiqibdi. Anadan keyin Janubiy Xitoy dengiz tavalligida davomli ozroq surkilishi bo'lib o'tadi. Hindiston tarafda chegara rayonidagi ahvol biroz pastgo'yga tushdi. Ya'ni 220 Xitoyninki xalq saqchilari demdi, qurolliq odamlari xalq askarlari deb qo'ydi buni. Bular shu qiyiqlarni, parxodlarni elib berib, Filippinning dengiz tavalligiga kirib 220si 10dan chetib aşağıda turib olgan gap. Ben qaytib kelib desa, biz bu yerda bo'ron chaqindan panolanayapmiz debdi. Amaliyot ahvol unday emas deydi. Shunga bir nimaninki Filippinninki davlat mudofaa ministri va Filippinninki prezidenti Duterte bir yenik kurash ayblarini avatib shu yerni kuzatib o'tibdi. Demak, bu yerda qaragan chaqda shu Janubiy Xitoy dengiz tavalligi atrofida ozroq surkilish bo'lib qolish ehtimolligimi bordek. Demak, navbatdagi dunyo vaziyatida mana shunday ittifoqdoshlar, Amerikaning ittifoqdoshlari va Xitoyning ittifoqdoshlari deb ikkiga ayrilib, so'q munosabatlar urushining ikkinchi pardasi echilayotgandek ko'rinyapti. Hozir dunyoga shunday ko'rinyapti. Xitoyning Wang Yi Turkiyaga bordi. Turkiyaga bordi, yandan Saudiya Arabiston bordi. Iran bilan 25 yillik $400 million savdo to'xtami tuzdi. Irondagi ba'zi hozirgi hokimiyat qarshi kuchlar qo'pab buning qarshi chiqdi, lekin ularda huquq bo'lmaganligi uchun bir nima deyolmayotdi. Ammo Xitoyninki xalq yer shari vaqti gazetlari O'rta Sharq allari bizningki Uyg'urlarga tutgan postlarimizni qo'llab so'zladi deb yozib ketibdi. Aslida shu O'rta Sharqdagi shu davlatlar, ya'ni bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz shu yerlarga berib, o'qib, tijorat qilib, shularni cho'ng bo'lib ketgan shu qarindoshlarimizga nisbatan aytgan vaqtda bu davlatlarning qilganlari bir xil xoinlik.
Ya'ni bular shu yerga borganligi uchun Xitoyning nazarida bir nachar iddia bilan shug'ullanib keldi degan gap. Xuddi bu ko'lchak, bu ko'l mehnat. Bu ko'lga sen kirib chiqding, mehnatlanding degan gap shu davlatlarning o'ziga tasdiq bilan saqlanliq. Lekin bular Xitoyga e'tiroz bildirmak yo'q. Biz bilamiz Misrdan tortib Saudiya Arabistongacha, hatto bir chaqlarda Najifning vaqtida Malayziyadami ba'zi Uyg'urlarni qayturgan. Ba'zi xabarlarda har xil shakllarda Uyg'urlarni ba'zi biz Schengen davlatlar qaytirib berdi degan gaplar bo'layotdi. Demak, bularning qilganlari bir xil xoinlik, bir xil bir nomussizlik. Bizdek bir xalqning beshiga kun tushgan vaqtda bular bir adolat taraf tutmay, balki zolimning yonida turdi. Bu tarixga yoziladi degan gap. Xo'sh. Endi iqtisodiy masalaga kelsak, dunyoninki vaksinaninki ishlab chiqarilishi, tarqatilishi dunyoda taksiz. Amerikadagi taraqqiyot kanallarda vaksina ko'plab ishlab chiqarilib, 100 milliondan ortiq odamga urildi. Ya'ni qisqa vaqtdan ichida 200 million odamga urilmoqchi. Vaksinaning urilishi bilan iqtisodda ko'tarilish, ya'ni vaksinaning urilish nisbati oshgan sari iqtisod ko'tarilyotdi degan gap. Ya'ni balkim yarim yillarda butun shahar bozorlar eshilib ketishi mumkin. Shunga mos holda Amerikaning iqtisodida xuddi biz bulto ba'zi iqtisodshunoslar tasavvur qilganidek qo'rqinchli ahvollar yuz bermay, balki bir xil gullanish vaziyati borliq keldik. Bu Amerika dollarining qiymatini oshirdi. Nima desa, iqtisod oshgan vaqtda mablag' sarflashlar shu iqtisod ishlayotgan jamiyatga mablag' soladi. Anadan sir yana ba'zi kishilar Turkiyaning lirasi pek tushib ketdi, nimishqa dollar tushamdi, ashamdi deydi. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda dollar ishi nimishqa desa, Turkiyada pul pahaliligiga oid ig'ir 15%. Ondan sir Turkiyaning markaziy bankininki boshlig'ini bir almashtirgan bir ish bo'ldi. Bu kishilarga nisbatan aytgan vaqtda, mablag' sarflashlarga nisbatan aytgan vaqtda markaziy bankininki, ya'ni pul siyosatini qo'llanadigan markaziy bankininki siyosatida o'zgarish bo'ladi ekan deydigan bir dakka-dukkani soladi. Shunga kapital chiqib ketadigan ish, ya'ni haqlar Turkiyaning iqtisodidan chiqib ketadi, mablag' sarflashlar degan gap. Uni qanday chiqdi desa, yevroga yoki dollarga aylantirib pulni boyligini olib chiqdi degan gap. Andan keyin Turkiyaning mana shu vaboning ta'siridan iqtisodiy, ya'ni bir cho'ng iqtisodning kelish manbasi sayohatchilik. Qadimiy davlat bo'lganligi uchun 600 yillik imperiya qurgan. Nurg'un davlatlardan sayohatchilar bo'ladigan, ammo boradigan, ammo vabo buni kasdida hamda bunga nisbatan to'salg'iliq qildi, ziyonliq keldi. Shunlashqa Turkiyaning iqtisodiy chekingan vaqtda davlat nima ish qildi desa, kengayim pul siyosatini qo'llandi. Ya'ni o'sim nisbatini tuban qiladi, ko'p pulni besib chiqardi. Bunda vaqtda pul paxalarini keltirib chiqardi. Pul paxalarini keltirib chiqargan vaqtda bu qarz bergichga nisbatan cho'ng ziyon, qarz olg'ichga nisbatan foyda, ammo avom xalq nisbatan aydi tas. Chunki qo'ldagi qog'oz pulga tuzuk bir narsa kelmaydi. Bu turmushning sifatini tuban tutadi, kishilarning iqtisodga bo'lgan ishonchini yo'q qilib o'tadi. Shunga xalqlar qo'lidagi pulni tez setib boshqa pulni elishga yuzlanadi. Shunga bu yerda dollarning bahsi, turk lirasi bilan dollarning o'rtasida davolash bo'lgan vaqtda nimishqa bu dollar tushib ketadi, dollar ishib ketadi degan vaqtda dollarga bo'lgan talabning oshganligidan, ishonchning yuqoriligidan bo'layotgan gap. Andan keyin yana bir narsa Bitcoin to'g'risida. Bitcoin'ninki bahosi shu 3-oyda eng yuqorisi 62 ming dollarga chiqdi. 2016 yillari 700 dollar atrofida edi. Ya'ni bir birlik Bitcoin. Uni mavhum bo'lganligi uchun, tutqul bo'lmaganligi uchun hamda bir birlikning qanday bo'lganligini aniq tushundik bo'lmaydi. Bu hamda bir xil bu cryptocurrency deymiz, ya'ni shifrli pul. Bundan keyingi dunyoda o'sha asrda bu qog'oz pulning asosida o'rnini oladi. Hamda bu Bitcoinga nisbatan bu Bitcoin bahsining shunday o'sishi ko'proq bu Bitcoinning pulning roli o'ynashidan, pulningki funksiyalik rolini o'ynaganligidan, o'ynay oladiganligidan emas, ya'ni almashtirishning vositasi, ya'ni Bitcoin berish orqali haq o'zining mahsulot yoki mulozimat setib oladi degan gap. Andan keyin hisobotning birligi, boylikning ifodalanish shakli, qimmatning ifodalanish shakli, ya'ni Bitcoinni tutsak, oltin kumush tutgandek bo'ladi, yo'qolmaydi, bu yuzlanish shu deb qaraydiganligi uchun. Buningga bo'lgan talab, yoki bu pulni yeb qo'ysam, bahs o'zi sotaman deydigan ba'zi mablag' sog'uvchilarning talabi bo'lganligi uchun bu ish mengotadi. Lekin bir narsa hargiz ishilirdigan ish yo'q.
Təvriniş hamon bo'ladi. Agar hayotda bir narsa doim o'zgarib turdi desa, nima? O baho, ma'lum narsalarning bahosi. Nima turadigan ish yo'q. Turaqliq turadigan ish yo'q. Shuni men izchil holda o'sha cryptocurrency deymiz. Shifrliq pulga nisbatan Bitcoin bularninki onasi, ya'ni tunji shifrliq pul 2008-yili barliq kelgan. Shu Bitcoinninki Bitcoin'dak shifrliq pulga nisbatan mablag'ni jiqsab qo'yishga bo'lmaydi, chunki buning spekulativ xarakteri va, ya'ni faraz qilish xarakteri va bir chupkasi 60 mingdan biroqla 20 ming chub bo'lishi mumkin, 10 ming chub bo'lishi mumkin. Oldimizda ko'ramiz buni. Men chub qoladi deb o'ylayman. Boshqa har xil pullar bor, Litecoin bor, Ethereum deydigan shunaqa pullar bor, har xil pullar bor. Shunga mablag'i bu shifrliq pulga nisbatan mablag' sap qo'yili, az sap qo'yili, bak jiqsila olmaydi. Bir skili sap qo'ymayli, bir necha sap qo'yili. Ya'ni bu mablag'chilikdagi tuxumni bir necha mekanning ostiga yoki bir necha so'vat silish yoki mekanning ostiga qo'yish usulidir. Bunda vaqtda xatarni tövallatgili bo'ldi. Mablag'chilikda hammani bir do'g'i tikib, hammadan quruq qolgan bir ishdan saqlangili bo'ldi. Unda bo'lsa bugungi so'zlarim o'shunchalik bo'lsin. Ko'pchilikka xotirjamlik, ko'ngliga osoyishlik tilayman.